Assalomu alaykum. Eng arzon mollar kanali obunachilari. Yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Mana yana biz o'z faoliyatimizni boshladik. Bugun sizlarga otlarni tanishtiramiz. Mana otlarimiz. Baytal o'tgan yil sentyabrda tug'ilgan. 1 yashar bo'lib qoladigan baytalimiz manaki. Mana biyalarimiz. Qo'llari 2 oylik. Ko'pida 60 edi. Sotildi. Endi shulardan qolganlarini ichida bitta ayg'irimiz bor. Shulardan qolganlarini bir syomka qilib beramiz. Vaqtimiz bo'lmay qolganligi uchun shunday ola olmadik videoga. Bo'lmasam-ku avvalambor har doim obunachilarni birinchi o'ringa qo'yganmiz. Mana biyalarimiz. 2 oylik toy. Mana 2 oylik toy, mana onasi. Mana yelinlari. Sog'moqchi bo'lganlarga ham bemalol bo'laveradi. Mana. Yelinlari ham katta, zo'r. Manaki. Mana biyalarimiz. 8 ta unday qulunimizdan bor. Mana toylar. Hamma toylar 2 oylik. Kattasi, kattasi yo'q. Bitta kichkinamiz bor, u mana. Yo'lda tug'ilgan, uni sal hozir sotmay turibmiz. Mana ayg'irimiz. Bitta aybi bor. Snayper bir ko'zida sal muammosi bor. Bu yer olib yurgan otlarni endi baribir bilasizlar. Hammasi sog'lom bo'lavermaydi. Qanaqadir defekti bo'ladi. Bu defekti shu chaynashib, shu ko'zdan mahrum bo'lgan deydimi, nima deydi, shunaqa bo'lgan. Mana ki biyalarimiz. Mana bolasi. Bitta erkagi bor toylarimiz ichida. Mana ki. Qiziqqanlar bo'lsa agar telefon nomerlarini qo'yib qo'yamiz. Hammanglarni kutamiz fermamizda. Kelinglar, olinglar, foydalaninglar. Mana men ham juda yirik biyamiz. Mana yeralarni ko'rayotgan bo'lsanglar agar. Mana yeranlari. Juda bir katta yeranli biyalar hammasi. Rossiyadan kirib kelgan bular. Jonivor. Yo'lda tug'ilgan toy. Kelinglar, hammalarga tavsiya qilib qolamiz. Biyalarimiz sifati zo'r. Yomon biya yo'q. Hammasi qochgan. Shuni inobatga olib qo'yinglar. Buni boqib, so'yishga hammasini qochgan deb aytib qo'yamiz. Buni iloji yo'qroq, lekin so'yilishligi. Endi yo'l yurgan hisobini olasizlar biyalarni. O'shaning uchun sal toliqqan, sal suvdan siqilgan bo'lgan, endi uzoq yo'ldan kelgan. Otlar 10 kun, 12 kun yo'lda yurib kelgan. Mashinani o'zida 10 kun, 12 kun yurgan. Mana biyalar. Mana ayg'irimiz orqa tarafdan. Mana ki, yo'g'on narsa. Buni lekin tavsiya qilamiz. Boqadiganlar qaziga yoshi 5 yashar, 6 yashar, unaqa katta ayg'ir emas. Kimga kerak bo'lsa kelaverasizlar. Hammanglarni fermamizda kutib qolamiz. Telefon nomerlarini aytib o'tamiz. 90lik 954 58 58, 99lik 859 58 58 nomerlarda bo'lamiz. Shu nomerlarga telefon qilasizlar. Kelsanglar, onlayn savdolarimiz ham bor. Dastavkalarni ham qilib beramiz.